Amerikaliklarni yana Amerikanitslarni bir-biriga bo'lgan munosabatining yana bitta eng yaxshi tarafi akalar. Bu joyga ko'chib kelganimga akalar o'zi 1 oy bo'ldimi, mashinalar ko'ryapsiz, polностью забитый, liniyalarda turibdi hamma mashinalar. Xullas, hech qanaqa joy yozib qo'ymagan, seni joying, meni joyim deb. Endi O'zbekistonda qanaqa holat bo'ladi, bunaqa deb bilmayman, lekin mana bu qaranglar, bittagina pustoy joy bor. Birinchi kuni kelib mana shu yerga qo'yganman, lekin sosedlar hech kim bu yerga qo'ymayapti boshqalar mashinasini. Bu nima degani? Bu уважение degani, bir-biriga bo'lgan shoferlarni tushunish degani. Eng agressivni qatlam bizda shoferlar bo'ladi. Svetoforda 001 sekundga ham kech qolib ketsa, nomering agar 01 bo'lmasa, yurmaysanmi? Xare. Gap ishlatiladi. Agressivni chunki shtraplar ko'p, shuning uchun odamlar siqiladi. U bu deyishinglar mumkin. Ishoninglar, Amerikada 5 barobar battar akalar, hattoki tezlikni oshirsangiz, ba'zi shtatlarda sizlarni qamoqqa ham tiqib qo'yishi mumkin. Usta odamlar bu yerda hech qatga shoshilmaydi, sabr qilib, bir-birini tushunib yurishadi akalar. Shtraflar 1,5-3,000 dollargacha bor. Hamma yo'lda o'zgarishcha plusi va minusi bor. Bizdagi holatlarda 40 yillik qo'shni bo'lsa ham, hali ko'chaga chiqib qarasang, "Meni joyim yetib bot, men birinchi kelgandim botga" deb bir-birini urishib turgan bo'lishadi. Yo'qalashib, pichoqlashib ham ketishadi. Kuchanmay gapiring degan ko't.